Payg'ambar alayhisolatu vassalamning go'zal urflaridan bittasi, bir odamni bir joyga jo'natadigan bo'lsa, vali qilib, qozi qilib jo'natadigan bo'lsa, o'sha odamni birinchi o'rinda ismiga e'tibor qaratar edilar. Agar bir insonni ismi chiroyli bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalamning chehralarida kulgu va yuzlarida tabassum ko'rardingiz. Demak, payg'ambar alayhisolatu vassalam insonni ismiga ham juda katta e'tibor qaratgan zot ekanlar. Yana biri bir qishloqqa, bir shaharga boradigan bo'lsa, bu shaharning nomi nima deb so'rar ekanlar. Shaharning nomi, qishloqning nomi chiroyli bo'lsa, demak o'sha narsadan ham payg'ambar alayhisolatu vassalam xursand bo'lar ekanlar. Chiroyli tabassum qilar ekanlar. Shuning uchun har bir inson farzandiga ism qo'yar ekan, eng chiroyli ismlardan qo'ysin. Bola xafa bo'ladigan bo'lmasin, hijolat bo'lmaydigan bo'lsin. O'zining ismidan faxrlanib yuradigan ism bo'lishligi kerak. Shar'iy ismlardan bo'lish kerak. Bir o'g'lingizga, qizingizga ism qo'ysangiz, albatta bir ahli ilmdan so'rang. Ahli ilmdan so'rang va ahli ilmning duosini olib bering. Ya'ni o'sha go'dagingiz shu go'dakligidan boshlab olimning, ulamoning katta fazilatga ega bo'lgan insonlarning duosini olsin. Olim odam chiroyli ism qo'yadi. Olim odam payg'ambar alayhisolatu vassalam qo'ygandek go'zal ismni qo'yadi. Olim inson shu bolani haqqiga xayrli duo qiladi. Olim bo'lsin, ulamo bo'lsin, Alloh subhanahu va taolaning fazli karamlariga sazovor inson bo'lsin deb duo qiladi. Mana shu tomonlarga ham albatta e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taoloning bir sifati go'zallikdir, jamil. Alloh subhanahu va taolo go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Ismni ham, go'zallikni yaxshi ko'radi. Shaharni ham, qishloqni ham, hamma narsani go'zalligini yaxshi ko'radi. Shuning uchun mana shu tomonga e'tibor qarataylik.